Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan yana men Shahtikani. Bugun sizlarga obzor qilib beradigan materialimiz bu strogi kostyumli material. Bunda qo'yni ham, kostyum ham tiksa bo'ladi. Yangi keldi bu tovarimiz va ranglari вообще zo'r. Tomli ranglar ham bor, svetli ranglar ham bor. Iloji boricha mijozlarimiz talabiga hozirgi urfdagi ranglarga mo'ljallab olib kelganmiz. Bularni bahor faslida ham kiysa bo'ladi va hozir ham kiysa bo'ladi. Buning ranglari bu fioletoviy emas, o'rtadagi rang вообще chiroyli svet. Buni ikki xil versiyasi bor. Bittasi shiroki poloskada, bittasi узкий, kichkina poloskada. Bu zolta poloska bo'ladi. Bundan kostyum shim ham, jiletka bilan hozir juda ham moda bo'ldi. Ayniqsa ichidagi jiletka, kostyum, shimini ham shiroki qilsa bo'ladi, kostyumni ham oversize, duxobortni, har xil versiyalar qilsa bo'ladi. Bizga kelsanglar, o'sha tikuvchilarni ham tavsiya beramiz. Kim zo'r tik beradi bu, именно shu stilda, shu fason komplekt qilib melki poloska, shiroki poloska qilib olib kelganmiz. Bundan jiletkasi, bundan kostyum shimini ham qilsa bo'ladi. Ranglari ham hozirgi kundagi, masalan, bu narsa eng trendingi rang. Har bittasining o'ziga yarasha ranglari juda ham modniy, o'ziga yarasha yo'nalishi bor. Bu rangga вообще zo'r, o'zimga ham juda ham yoqadi. Shokoladni, balotoviy ranglar ham kelgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bir-biriga sachstansiya ham tushadi. Endi ana komplekt asal ichimlikni jiletka ham ajralsin degan insonlarimiz uchun xohlasa ichidagini, masalan, bolotni ham qorsa bo'ladi. Bir-biriga sachtanasi glavnisi tushadi. Tomli ranglarimiz ham kelgan, tomli siniy, qora, bularni ham ko'rsanglar bo'ladi, вообще chiroyli narsa. Qo'yni ham tiksa bo'ladi. Mana bu narsalar ham вообще chiroyli. Rangini ko'ringlar, hamma beringlar, strogi, seri zolta bilan, вообще chiroyli sachdani. Masalan, mana bu narsani zoltasi ko'proq ekan deydigan mijozlarimiz, mana bunisini olsa ham bo'ladi. Juda ham chiroyli, strelkada, kostyumni ham qotib, shimlar ham qotib, juda strogi chiqadi. Och siniy ham bor. Bundan bir biz o'zi siniy rangini olib kelib sotganmiz, bitta ikkita ranglarini. Hozir hamma rangini olib keldik. Mana bu ranglar ham chiroyli. Mana mintol svetli, mana seri svetli, zolta bilan вообще chiroyli narsa. Bularni endi mana svetlilari, pudra, bej, ivory ranglar, mana ivoryga zolta, ivoryga seribristi, вообще chiroyli narsalar. Ko'rsanglar bo'ladi. Shiroki poloska, узкий poloskalar hammasidan bor. Rangi rozoviy, pink, pudra otsenkalar mana. Bular ham вообще chiroyli. Bularni zolta, seribristisi borligi uchun bo'lin naryadniga ham kiysanglar bo'ladi. Tumachalarni toshli ham qo'ysa bo'ladi. Qo'yni ham qilsa bo'ladi. Вообще chiroyli chiqadi. Qatigadir oq detal yoki o'zini mana seribristisiga moslashtirib seribristi detalni qo'ysa bo'ladi. Seribristini o'zini ham, rozoviyni o'zini ham ikki xil turdagi bor. Узкий poloska, shiroki poloskasi bor. Goloboyda ham xuddi shunaqa узкий, shiroki poloskalari bor. Ranglari вообще chiroyli. Даже bir-biriga sachdani ham qilib tiksa bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda zoltaligi, goloboyi, seribristi, mintoligi. Mana узкий poloskaligi, svetli goloboy, juda ham nejniy. Mana oxirgi rangimiz mintoloviy. Bu ham nejniy mintol. Qiziq bo'lsa, albatta kommentariy yozib qoldiringlar. Qaysi rangi yoqqan bo'lsa, skrin qilib bizga yuboringlar, yaqinroq ko'rsatamiz sizlarga. Bug'itsalar ham qo'yib, astarlar hammasini moslab beramiz. Kelinglar, bizda liboy turdagi material bor. Buni do'latida ishlaydiganlar ham kiysa bo'ladi, strogi kostyumlarda, qo'yinlarda. Kelsalar, xudo xohlasa hammasini bir-biriga podobrat qilib moslab beramiz. Men Shahtikani.